Assalomu alaykum hammalaringizga. O'tkazib yubormang iltimos, bu hech qanaqa sun'iy intellekt emas. Ishonmaganlar bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu murojaatim iltimos, 7 oylik qizcham, 5 yoshli o'g'lim bilan turaman kvartiraga. Kvartira pulini yetkazolmayapman, boshqa qaraydiganim yo'q. Farzandim o'zim internat maktabida o'sganman. Kimda kim donor kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ozroq qarz bo'lib qoldik, produktga kiyilgan kiyim bo'ladimi? Kimda nimaga imkoni yetsa, iltimos Alloh qodir qilguncha yordam berishlaringizni so'rayman. Ko'pchiliklar yordam beramiz deb o'z manfaati nafsi yo'lida gapirishdi. Ularga ham mayli, Alloh kifoya qilsin. Ba'zilar yordam berishdi. Iltimos sizlardan qarzga desalaringiz ham mayli. Mana shu ikkita farzandimdan boshqa hech kim yo'q meni. Kvartira pullaridan qarzga kirib qoldik. O'zim uyda somsani xamirni qilardim, hozir qila olmayapman. Ishonmaganlar bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Like bosib, komment yozib tarqatingizlar. Alloh qodir qilguncha balkim yordam berishar. Iltimos, qonun tomonlama bo'lsa ham yordam beringizlar.